Mo'min musulmonlar islom kelguncha johil bo'lib yurgan xalqlardan islomga kirgan demak bir qism hisoblanadi. Ular o'sha avvalgi johiliyat davrini asoratidan ilmsiz, ma'rifatsiz qolgan odamlar edi. Rasuli akram alayhisolatu vassalomga iymon keltirib mo'min musulmon bo'lgan odamlarni ichida yozishni biladiganlari sanoqli edi. Oddiy iboralarni yozishni bilishar edi, o'qishni bilishar edi. Lekin bugungi kundagi ilm degan ma'no ularda yo'q edi. Harf tanishar edi, o'qishi mumkin, yozishi mumkin edi. Ular ham barmoq bilan sanaydigan darajada oz odamlar edi. Bu degani o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan joy, Rasuli akram alayhisolatu vassalom tug'ilib o'sgan va islom boshlangan yurtda ilm yo'q darajada edi. Dunyoning boshqa burchaklari ham xuddi shundoq edi. Ana shunday holatdagi bir xalq Qur'on oyatlari bilan qurollangan holda, Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlari bilan qurollangan holda, shariatimiz ta'limotlari bilan qurollangan holda islom ularga sifatlab bergan shomil, komil ilmni o'rganishga birdaniga harakat qilishdi. Hamma ilm farzligini tushunib yetdi. Qur'on ularga o'qi degan xitob qilganida shu o'qiymiz degan ixlosni hammasi birdaniga, yosh u qari, erkak va ayol tushunib yetdi va shunga urindi. Qur'on oyatlari, Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlarida kelgan ta'limotlar bularni yana doimiy ravishda ilmga qiziqtirib turdi. Ana o'sha holatlarda Rasuli akram alayhisolatu vassalom ham hali insoniyat tarixida sodir bo'lmagan go'zal namunalarni ko'rsatar edilar. Badr urushida mushriklardan 70 kishi asirga tushdi. Asirlarni o'sha vaqtdagi qonunlardan bittasi aholisi asirga tushganlarning qarindoshi kelib to'lov to'lab ozod qilib olar edi. Ana shu qoidaga binoan musulmonlar ham Rasuli akram alayhisolatu vassalomning boshchiligida mana 70 ta odamlar asirga tushdi, kelib to'lovini to'lab olib ketinglar, ozod qilib. Ana puli bor, moli bor, qarindoshi ko'plar birin-ketin kelib to'lovini to'lab asirlarini ozod qilishni boshlashdi. Lekin bir qancha odamlar qarindoshi ham yo'q, puli ham yo'q, asir holda qolishdi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, mana o'sha har bir asirga 10 ta bolamizni o'qiydigan, yozadigan qilib bersanglar, asirlarni olib ketaverasizlar dedi. Ya'ni ki shuncha pul, molni o'rniga o'qishni afzal ko'rdilar. Musulmonlarni yosh bolalaridan 10 tasini o'qiydigan, yozadigan qilib qo'ysanglar, bitta asirliklar ozod dedi. Ana bu hali insoniyat tarixi ko'rmagan edi. Ilmga bo'lgan rag'bat, oddiy insonlarni ma'rifatli bo'lishi uchun urinish, ana dushmandan ilm o'rganadi, lekin dushmanni asirlikdan ozod qilinadi. Mana shunga o'xshagan ilm, ma'rifat uchun bo'lgan yo'nalishlar kishilarning rag'batini qo'zidi. Erkak, ayol, yoshi qari hammasi ilm olish bizga farz. Farz bo'lganda ham beshikdan to qabrigacha ilm olishimiz kerak degan ma'noda qattiq urinib, harakat qilib, hamma ilm uchun urindi. Ana shu kunni tarixlarini o'rgangan Rasuli akram alayhisolatu vassalom u kishidan keyingi davrlarda musulmon ummatining ichida ma'rifatparvarlik qanday tarqalganligi, ilm qanday yoyilganligini o'qib, o'rganib, tarixini yaxshilab tekshirib chiqqan musulmon emas, g'ayridin tarixchilar, olimlar aytdilarki, musulmon ummati madrasaga qatnaydigan xalqdir. Ya'ni butun boshli ummat hamma madrasaga borib o'qiydi. Erkak va ayol, yosh va qari, ota bola, ona qiz hammasi, demak bu ummat madrasaga qatnaydigan xalqdir deyishgan. O'zlari yozgan shuni.
Ya'ni ilmsiz qolish musulmonlar uchun or bo'lgan, nomus bo'lgan, gunoh bo'lgan. Shuning uchun hech kim ilmdan chetda qolmagan. Hamma uringan va ularni tarixini o'rgangan. G'ayridan musulmon emas tarixchilar musulmon ummati o'sha paytlarda to'laligicha madrasaga qatnaydigan xalq edi deb aytishgan.